Assalomu alaykum, aziz surxondaryoliklar, aziz vahodoshlar, Termiz uy savdosi podpischiklari. Sizlarni biroz tanaffusdan so'ng yanada qaynoq videolar bilan ulashda davom etamiz. Ko'rib turaysiz, to'g'rimiza kladovka ikkita xonadan iborat. Demak, manzilimizni tushuntiramiz. Manzilimiz Termiz tumani Dacha hovli bilasizlar. O'shaning orqa tarafida chas bor Salovatda. O'shaning orqa tarafida bu dacha hovli sifatida foydalangan joy hovli sotilyapti. Demak, manzaraga bitta baho berib qo'yamiz. Mana shu yerda o'zida o'zim sanab chiqdim, 70 dan ortiq mevali daraxtlar bor ekan aziz obunachilar. Umumiy maydoni 6 sotix kadastrda, lekin 7 sotiqdan ko'proq devor bilan o'rab olingan. Demak, ko'rib turganingizdek, ikkinchi qavatda ikkita xona, bitta ayvondan iborat, to'g'rimizda kichkina xonasi va yo'q desa katta mehmonxonasi, bitta gilamlar to'shab shuni yashayveradigan joy. Narxini kommentariyada taxmin qilib turing. Agar siz o'ylagan narxda chiqarsam, kelishtirib qo'yib beramiz yana o'sha narxdan ham. Demak, bu kirib kelishda to'g'rida ko'rib turganingizdek podval edi usti. Bu esa hovlimizni pastki qismiga tushib oldik. So'rlar bor, ko'rib turganingizdek supachalar qilingan. Hozir ancha paytdan beri odam kelib yashamagani uchun yoki bir dam olishga kelmagani uchun ozroq уборка qilinmagan, e'tibor bermaymiz. Demak, orqa tarafiga o'tib oldik. Mana men aytgan o'sha 70 dan ortiq mevali daraxtlar aziz obunachilar. Hammasi hozirgi paytda hosilga kelib turibdi. Hosilga kelib necha yildan beri hosil berib turibdi. Juda atmosfera juda chiroyli. Havosiga gap bo'lishi mumkin emas. Bu yerda yashaydiganlar o'zi biladi. Aytib o'tganimizdek, o'sha hozirgi men hozir keldim, o'sha joygacha mana shu yergacha 6 sotix. Va narigi tarafi ham bir 1,5 sotixcha joy bor-da. Sizlarga bonus sifatida beriladi. 6 sotix kadastr kiritilgan, lekin to'rtburchak qilib devor tortib olgan, hech qanaqa muammosi bo'lmaydi. Ko'rib turganingizdek, mana umumiy ko'rinishi. Demak, narxini kommentariyada o'ylab turgan bo'lsangiz, narxi 440 million so'm deb baholandi. Albatta kelishadigan joylari bor. Akamiz o'zi bir yilchalar bo'lgan olganiga hozir srochniy pul kerakligi uchun sotilyapti aziz obunachilar. Albatta Termiz uy savdosi kanalidan podpischilarimiz deb kesalaringiz kelishtirib beramiz. Shunaqa kanalni ko'rsatasizlar, obuna bo'lgan bo'lsangiz, albatta kelishtirib beriladi. Ko'rib turganingizdek, bu hovlimiz old tarafi. Demak, suv kommunikator to'xtatadigan bo'lsa, ariq suvi kelgan, kran suv oqib turibdi to'g'rimizda. Demak, hali oqma gaz kelgani yo'q. Gaz ballonda to'ldirib turibdi. Biz bilan qolganingiz uchun tashakkur. Bog'lanish uchun nomer 99 kod bilan 716 53 78, Telegram, WhatsApp, email hammasi ishlaydi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.